xalqaro patentlash. Bu yerda aynan tovar belgisiga to'xtalganmiz. O'zimiz hozirda xalqaroda qilib berayotgan loyihalarni namuna sifatida keltirganmiz. Ermakni bir 30 ta davlatga topshirganmiz ayni paytda. Lukni Ummon davlatida, Yevropa ittifoqida va Amerikada patentlab bo'ldik. Amerikada menimcha ketyapti hozir. Dubayda, Birlashgan Arab Amirliklarida, Yevropa ittifoqida bo'ldi. Durplaster, Asman bular bo'lgan. Ikki xil turi mavjud xalqaro patentlashda. Bu hammasida ishlaydi. Xalqaro tashkilot bilan patent qilish, san'at namunasida ham, ixtiroda ham, foydali modelda ham, tovar belgisida ham yoki o'sha mamlakatni patent vakilini topib, yollab, o'sha mamlakatni patent vakili orqali ariza berish. Bu yerda xalqaro tashkilot bilan ishlaganda, WIPO bilan ishlaganda, WIPO'ni o'zini mavjud to'lovlari bor. Tovar belgisida 9,903 Shvetsariya franki hisobida ishlaydi. Ya'ni o'zini majburiy boj to'lovlari bor, keyin xalqaro to'lovlar bor. Endi ko'pchilik bizga savol beradi, xalqaroda patentlasam hech kim patentlab bilmaydimi? Bitta topshiraman, shu bilan hamma davlatlarda meniki bo'lib qoladimi degan savol beradi. Bunga javobimiz unaqa emas. Siz aynan qaysi mamlakatlarni so'rasangiz, qaysi mamlakatlarda patent olmoqchi bo'lsangiz, aynan o'sha mamlakatlarda sizni o'sha tovar belgingiz, sanoat namunangiz yoki boshqa ixtiro foydali modelingiz ro'yxatdan o'tadi. Bittada xalqaro patentlash degan narsa yo'q. Ya'ni sizga Rossiya kerak, Amerika kerak, Turkiya kerak, Fransiya kerak, Italiya kerak. Aynan o'sha mamlakatlarga talabnoma topshiriladi xalqaro tashkilot bilan. Bittada shunday topshiriladi, xalqaroda hamma joyda olindi degan narsa yo'q. Xalqaro WIPO tashkilotiga a'zo mamlakatlar ham bor, a'zo bo'lmagan mamlakatlar ham bor. Misol uchun Saudiya Arabistonida patentlamoqchi bo'lsak, u xalqaro tashkilotda a'zo emas. Biz Saudiya Arabistondan patent vakili topib, chunki xorijiy fuqaro faqat patent vakili bilan ro'yxatdan o'tkazib biladi degan majburiyat mavjud. O'sha orqali ro'yxatdan o'tkazishimiz mumkin. Bizda ermakni patentlash jarayonida bitta keys bo'ldi. 30 ta davlatga yaqin topshiryapmiz, tekshiryapmiz. Topshirishdan oldin hech qayerda yo'q deyilyapti. Ermak egalari tomonidan hech qayerda yo'q, Yevropada patentlab olamiz deyilyapti. Tekshirganimizda Germaniyada aynan xuddi shu nom, xuddi shu ko'rinish, mana shu 1992-yil shu raqamlari bilan ham ro'yxatdan o'tkazib bo'lingan. Ya'ni Germaniyada ermak nomi patentlab bo'lingan. Boshqa shaxs tomonidan, umuman bularga taalluqli bo'lmagan shaxs tomonidan patentlab bo'lingan. Keyin bularga murojaat qilganimizda qanaqasiga bunaqa juda o'xshashlik darajasi deganimizda, biz bir distributsiyani boshlagandik, ishlarni boshlagandik, faoliyatni boshlagandik. Keyin aloqalar uzildi. Ya'ni mol olib ketgan, aloqalar uzilgan, nimadir bo'lgan. Baribir bu kirib kelishi mumkin deb ermak nomini o'sha mamlakatda, o'sha Germaniya fuqarosini kim bo'lsa ham rasmiy ro'yxatdan o'tkazib olyapti. Endi ermak Germaniyaga kirib bormoqchi, undan rozilik olish kerak ro'yxatdan o'tkazish uchun. Bu esa pul turadi. Bilmadim, 10 ming so'rar, 100 ming so'rar. Lekin hozir biza Germaniyaga topshirdik, ya'ni topshiramiz deyildi, biza uni ilojini qilamiz dedilar. Ya'ni qanaqadir kelishamiz dedilar-da. Xuddi shunaqa holat. Shu uchun chetga chiqishdan oldin, xalqaroga mahsulotingizni sotishdan oldin chetda patentlashni ham inobatga olish kerak. Shu narsa juda ham muhim, katta summaga tushib ketishi mumkin. Parij konvensiyasi ustuvorlik huquq O'zbekistonda topshirilgan sanangiz 6-12 oy boshqa davlatlarda ham saqlanadi. Mana shu yoqda ikkita nima bor, Parij konvensiyasi bilan Madrid konvensiyasi. O'zbekiston shu ikkita xalqaro shartnomani ratifikatsiya qilgan, ya'ni qonunchiligimiz bo'yicha Oliy Majlis qabul qilgan. Ko'pchilik biladi, xalqaro qonunchilik bilan mahalliy qonunchilik bir-biriga to'qnash kelganda xalqaro qonunchilik ustun turadi. Ko'pchiligimiz biladi bu narsani. Shu yoqda Parij konvensiyasi bo'yicha nima bo'yicha chet el fuqarosi misol uchun bitta ko'rgazmada o'z mahsulotlarini sanoat namunasi bo'yicha dizaynini yoki qanaqadir nimasini e'lon qildi yoki tovar belgisini olib chiqdi, lekin hali patentlamagan. O'zbekistonda patentlamagan yoki tadbirda olib chiqdi. Keyin o'zbekistonlik fuqaro buni ko'rdi-yu, shu nom, shu dizaynni ko'rdi-yu, O'zbekistonga kelib patentlashga topshirdi. O'zbekistonga kelib patentlashga topshirdi. Mana bu shaxsda Parij konvensiyasi bo'yicha o'sha chet el fuqarosida
ko'rgazmaga, yarmarkaga olib chiqqanidan keyin 6-12 oy muddatda O'zbekistonga patentlashga ariza berganida o'zbek fuqarosi bundan oldin topshirgan bo'lsa ham o'sha yarmarkada yoki o'sha ko'rgazmada olib chiqqan nimasi mahsulotini e'lon qilganligi sana ustuvorligini berib, xorijiy fuqaro egasi Parij konvensiyasi bo'yicha shartlar amalga oshib, ko'rgazmada e'lon qilganligi tufayli undan oldin o'zbek fuqarosi topshirgan bo'lsa ham Parij konvensiyasi shartlariga asosan xorijiy fuqaroni talabnomasi ro'yxatdan o'tkazilib, bunga bekor qilish nimasi beriladi, rad javob beriladi. Chunki xalqaro qonunchilik bilan mahalliy qonunchilik bir-biriga zid kelgan paytda Parij konvensiyasi, xalqaro qonunchilik ustun turadi. Realni u yoqda sana ustuvorligi degan joyi bor. Ya'ni siz qanaqadir ko'rgazmada, yarmarkada yoki boshqa joyda sana ustuvorligi bo'yicha berasizmi, shunaqa olib chiqqanmisiz ommaga degan. Endi u yoqda ham shartlari bor. Aniq o'sha ko'rgazma nomi, qaysi stendda o'tirgansiz, mana shunaqa qaysi firma bo'lib qatnashgansiz, mana shunaqa narsalarni aniq fakt bilan keltirib kiritish kerak bo'ladi. Eng ko'p uchraydigan 5 ta xato patentlashdan oldin bu yakunlovchi xulosalar. O'zi slaydimiz tugab qoldi. Shu bilan tugatamiz inshaalloh. Patentlashdan oldin g'oyani ommaga e'lon qilish yangilikni yo'qotadi. Qidiruv o'tkazmasdan topshirish yechim allaqachon mavjud bo'lib chiqadi. Noto'g'ri turni tanlash, dizayn ixtiro deb topshirish kabi. Bu ta'riflikdan aytdim, boshqa sohada topshirib qo'ygan. Ariza formulasini juda to'g'ri yozish, raqobatchi kichik o'zgarish bilan chetlatib o'tadi. Chet el bozoriga chiqishda xalqaro himoyani unutish.